Assalomu alaykum. Zavqiy xayriya jamoat fondi Parpashabop 11-video sho'chi oilaga keldik. Assalomu alaykum. Bizga murojaat bo'lgan. Yaxshimisizlar apa? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bu xonadonda nogironligi bo'lgan fuqarolar yashashadi, bemorlar yashashadi. Mana qish kunlarida Zavqiy xayriya jamoat fondi baholi qudrat yordam ko'rsatgani keldik, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Sizlar sovuqlarda charchamasdan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar o'tiring, yonlarga o'tiring. Yapinjon. Bering mana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hozir Parpashabop 11-uyda istiqomat qiluvchi oilaga keldik. Bu yerda xayriya qutulariga tushgan mablag'lardan 300 ming so'm miqdorda bizga topshiramiz. Amin. İşlerine bereket veriyor. Sizga bersa, ularga Xudo bersin. Zavqiy xayriya jamoat fondini xayriya qutilariga tushgan mablag'lardan yig'ib olib kelyapmiz. 300 ming so'm mablag'. Oz bo'lsa ham ko'p o'rinda qabul qilasizlar. Qishki kunida jindaysizlarga yordam bo'lsa xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar. Yaxshi o'tiringlar Allohning panohiga. Amakingiz birinchi guruhning nimada nogiron. Aha. O'shanga endi mana yaqinda lecheniya olish kerak. Bitta lecheniyalar 2 million. O'zi vaqti ham kelib qoldi. Nima kasallik bilan bemorlar? Insult. Insult. Alloh shifo bersin. Chap taraf oyoqlari yurmaydi. Endi yurish uchun biz har 6 oyda shu lecheniya olib turamiz. Mana 6 oydan o'tib ketdi, vaqt kelsa olamayapmiz. Mana bog'da 2 ta bola bor. Bitta o'g'limni topgan, hech bola bo'lmayapti. Meni o'zim ham nerv kasaliman, doktorga qarab mana bag'im shobodalagan. 3 yo'llaman, nerv tomirida bittasi. O'sha jig'imiz to'xtab qoladi. Mana o'sha o'zimga dori darmonim 10 dona tabletkamni 53 mingga olyapti. Yana bitta qizim bor, yoshlikdan nogiron u yoq. Aytishdi. Necha yoshli u kishi? 41 ga keldi. Yo'lda nimani bilmaydi, soatni, eng kerakli narsani bilmaydi. Yo'llarni bilmaydi. Suturgich nima bo'lib turadi? Endi qarab turmasangiz, yaqindan baqa u ham davleniya bo'lib qoldi. Endi doktorlar aytdiki, bu qizga ham bee'tibor bo'lsalaring, dadalariga o'xshab insult bo'lib qoladi. U ham yurak dori, ham davleniya dori ichadi. O'zini doktoridan karbamazepin tabletka ichadi. Tramakol beraman. Qon suyultirish. Endi hammamiz shunaqa bo'ldi. Biz mana hozir Zavqiy xayriya jamoat fondini o'sha rasmiy saytlariga bu ushbu videoni joylaymiz va sizlarning telefon raqamlaringizni, manzillaringizni joylab qo'yamiz. Plastik kartalaringizni ham joylaymiz. Odamlar baholi qudrat o'zlarining xayriyalarini qilib turishadi. Ushbu xonadonga albatta yordamlaringiz kerak. Azizlar, mana nogironlar bor, bemorlar bor, qish kunda qiynalishyapti, ehtiyojmand oila. Hammalaringizdan yordam so'rab qolamiz. Shu saxiy insonlarimizning haqlariga bir duo qilsangiz, onaxon. Sahiylarga tanjani sog', ular bizga bergan bo'lsa, ularga Xudoyim bersin. Amin. Iloyat topgan tutganlarga haysi barakasini bersin. Qanjorlar sog', umrlar bo'lsin. Farzandlarini orzu havosini ko'rib yuringlar. Nima niyatda bergan bo'lsalaring, niyatlaringiz. Allohu akbar. Sog' bo'linglar. Xo'p. Yaxshi qolinglar. Allohning panohi.